Menga qara. Kimlar uchun ko'z yosh to'kib yotibsan? Yuzingga kulib, ortingdan pichoq urganlar uchunmi? Yoki men yoningdaman qayg'urmagin deb keyin g'oyib bo'lganlar uchunmi? Sendan ming yaxshilik ko'rib, yomonlik bilan javob qaytarganlar uchunmi? Yo'qsa qo'lingdan ushlab turishi kerak bo'lgan paytda itarib yuborganlar uchunmi? Yo'qsa sening baxtingga ko'z tikib, ichidan kuyganlar uchunmi? Yaxshiligingni o'z foydasiga ishlatib, keyin seni keraksiz varoqdek yirtib tashlaganlar uchunmi? Menga qara, o'zingni bunday arzon qilma. Sening bahoying ulardan balandroq. Qadringni bilmaganlar uchun yonishing esa o'zingga xiyonat, go'zalam.